bugun bizni mahallamizni aholisi xursandchiligi hech qayerga sig'maydi. Juda ham mahallamiz ko'tarinki ruhda. Sababi mana hozir temir yo'l qurilishi boshlanyapti. Mana zavod qurilishi boshlanyapti. Bizni xursandchiligimizga sabab mahallamizni, nafaqat bizning mahallamiz, mana shu tumanimizdagi juda ham minglab odamlar ish bilan ta'minlanadi. Iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'ladi. Bizning farzandlarimiz, yaqin atrofdagilar hammalari ish bilan ta'minlanadi. Buning uchun mana shunaqa sharoitlar yaratib bergan, bizga g'amxo'rlik qilib o'zlarini ahamiyatlarini, e'tiborlarini bergan prezidentimizga kattadan katta rahmat aytamiz. Bugun Bekobod tumanida mana sanoat zonasiga temir yo'l olib kelishga qamal toshi qo'yilgan juda muhim tarixiy sana bu kiradi Bekobod tumani uchun. Bu qilinayotgan tadbirda muhimligi men turli bir tadbirkorlar, sanoatchilarni namoyandasi sifatida aytishim mumkinki, hozirgi butun dunyoda bo'layotgan rivojlanishlarda mahsulot ishlab chiqarish konkurentsiyasi juda katta, raqobati juda katta. Ishlab chiqayotgan mahsulotni dunyodagi raqobatga bardosh berish uchun uning tan narxini pasaytirish kerak. Mahsulotning tan narxini pasaytirishning asosiy omillaridan bittasi bu ketgan xarajatlar, transport xarajatlari hisoblanadi. Mana qurilayotgan transport yo'li mana shu yerda sanoat zonasi ishlab chiqayotgan mahsulotlarning tan narxini sezilarli pasayishiga va oqibat bularni bozorda, dunyo bozorida raqobatbardosh bo'lishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Biz shularni ko'rib juda xursand bo'ldik. Kelajakda bu sanoat zonasi chiqqan mahsulotimiz nafaqat O'zbekiston uchun, butun dunyoda konkurentsiyaga sotiladi degan umiddamiz. Prezidentimizga juda katta rahmat. Birinchi prezident bo'lgan yillari yurtboshimizga chiqayotgan qarorlarni matnini o'qib, tushunib yetishga ulgura olmasdik. Bugunga kelib prezidentimiz hozir qilayotgan butun O'zbekiston bo'yicha qilayotgan islohotlarni, chet ellarda qilayotgan ishlarni ko'rib, ularni o'rganishga endi ulgurmay qoldik. Hurmatli yurtdoshlar, Bekobod tumanining Isfara mahallasida tadbir o'tkazayotganmiz. Sababi mana Bekobod tumanining Isfara mahallasini hududidan sanoat zonasi qurilishi boshlandi. Bu sanoat zonasi qurilishidan baravariga sanoat qurilishi uchun temir yo'llari ham qurilishi amalga tushyapti. Ya'ni bu temir yo'l ishga tushgandan keyin chet eldan sarmoyalar, ya'ni investitsiya oqimiga ham juda ham katta bu temir yo'li madad bo'ladi. Mana shu yerga kelib ko'ryapmiz, mana bo'ladi, mana shu qurilish bo'ladi deganda biz ishonmadik. Xalqimiz mana g'amini yeb boshqa shu ishchilarga ish bilan ta'minlash munosabatida g'amimiz yeb shunchalik ishlar qilyapti. Sanoat zonasi paydo bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bizning bo'limdagi ishchilar ham ishsiz qolmaydi. Bu bo'limimizga yangi boylar paydo bo'ladi. Hayotimiz yanada rivojlanadi. Boylar, to'qlar ko'payadi, kambag'allar yo'q bo'ladi. Xudo xolasa shu narsalarni hisobga olinib qo'yilayotgan qadam deb bilaman bu qo'yilayotgan qadamlarni. Mana ko'rib turibmiz, haligi bekarchi gap emas ekan. Shu ko'zimiz oldida mana texnikalar yurib, o'sha ishni boshladi. Xudoga shukr. Biz endi ishondik. Bo'lar ekan, xudo xolasa bo'ladi. Xalqni orzusi ushaladigan vaqt kelganini endi ko'rdik. Rahmat. Bugun mana Bekobod tumanida O'zbekiston Respublikasi prezidenti, hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan ishlari boshlandi. Umumiy temir yo'lning uzunligi demak 8,8 kilometrdan iborat. Shundan 4 kilometrimiz Bekobod shahari hududidan va 4,8 kilometrimiz Bekobod tumani hududidan o'tadi. Umumiy yer maydonida ajratilishi 18,8 gektar yer maydonida ishlar bajariladi. Yer ishlarimizning umumiy hajmi 183,000 metr kub yer ishlari bajariladi. Umumiy loyihamizning qiymati 102,96 milliard so'mni tashkil qiladi. Bu yo'lning asosiy vazifalaridan biri erkin iqtisodiy zonadan kelayotgan yangi sanoat zonasiga olib kelayotgan temir yo'lda tashiladigan yuklar va ularni
O'zbekiston temir yo'llari orqali tashib o'tib ketish uchun mo'ljallangan temir yo'l deb hisoblanadi.